Ha. Bemalol. Nalik to'lanadi. Boshqa nimalar to'lanadi, o'shanda 20 dan bir. Ondan berish kerak o'shalarda. Uyda. Qanaqa yerlar masalan? Gülüş yer. Ulush yer qayraqmi? Yo, suv. Suv qo'yasizmi? Unda 20 dan bir shak shubhasiz. Shak shubhasiz 20 dan bir bo'ladi. Undan bir 20 joydan biri. Shunday. Endi hozir boshqa bitta savol bor. Hali naloglar. Naloglarga qaralmaydi. Masalan siz narsa aytdingiz. Urug' olib keldingiz, dori olib keldingiz, haydadingiz, sug'ordingiz, hamma ishlar qildingiz. Pul ketdi hammasiga. Hosil olsangiz, bu hosillik pul chiqmayapti. 10 ming so'm ishlatdingiz, 10 ming so'mlik hosil yo'q-da. Bunga qaralmaydi, shuni 20 dan bir barib beriladi. Barib beriladi. Bu berishimiz zakotda o'yin. Ekin-tikinni zakoti ushur bo'ladi. Agar hech narsa qilmay urug'ni qo'yib turib o'rib olsak, qayraq yeymiz. Bunda 10 dan bir. Agar biz unga suv olib kelsak, sug'oradigan bo'lsak, bo'ldi. Biz endi o'sha bizga qo'yilgan soliq endi Alloh taolo buyurgan ushur. 2 barobar kamayib ketadi, 20 dan bir. Bu bizga ibodat, namoz o'qiganga o'xshagan ibodatda bu. Bu naloglar majburiy endi. Davlat olyapti uni. Majbur beryapti uni. Bu narsa bilan ushur paydo, ushur ado bo'lib qolmaydi, ushur qilingan bo'lmaydi. Ozod bo'lmaydi ya. Shundoq narsa bilan 20 dan bir bo'lib qoladi deb. Yo'q, nalogning bunga aloqasi yo'q. Masalan, qayraqi yer bor, ha? Shu yerda nalogi bor lekin. Nalogi bor, ozgina nalogi bo'lsa kerak, asli yerlarda. Va. O'sha nalog bo'lsa ham undan bir beraverasiz. Bu nalogga aloqasi yo'q. Qayraqi bo'lmagan yerda nalogi bo'lsa ham albatta bo'ladi. 20 dan bir beraverasiz. Qayraqiniki ko'proq berilar ekanda, davlat. Tomarda masalan ekilgan mevali boshqalar o'zingizlar yegani chiqadigan bo'lsa, berilmaydi. Yo'q, sotsa bo'ladigan darajada bo'lsa, bog'ingiz bo'lsa, tomorqaning ichida. Olmalar endi boshqa. Yo'q. Masalan, pomidor ekdingiz, kartoshka ekdingiz. Beriladi 20 dan. 20 dan bir. 20 dan beriladi, tamam. Endi keraksiz nima bo'lsa, hatto berda eksangiz ham beriladi. Qamish bo'lsa undan berilmaydi, o'zi o'sib qoladi-ku. Ha. Hozirda sotilmaydigan bo'lsa agar, hozir cho'p ham sotilyapti-da. Agar shuni sotiladigan narsa bo'lsa bering. 20 dan bittasini bering. Sotib olgan yerdan-chi? Arenda. O'zniki bo'ladimi yo arenda? Arendadan kim to'laydi degan misol. Siz to'laysiz. Siz olgan odam sotib olgansiz. Siz dehqonsiz-a? Siz to'laysiz. Sotib olgan odam to'laydi. O'zi %20 qanday to'lasangiz, o'zingiz yeringizda. Sotib olgan odam sizni yeringiz bir yilga. O'zingiz to'laysiz. Shunda sotib olgan odam to'laydi. Sotgan odam to'laydi deyiladi. Yo'q, qanday emas. Bu yerda pul emas u. Qolgan hosilda puli. Hosil siznikida, yerda egasiniki emas. Bu siz baholashib olgansiz, lekin o'sha yerdagi chiqayotgan narsa sotib olgan odam to'laydi. Demak, kimniki bo'lsa hosil o'sha to'laydi. Bu yerda egasi yer qolaveradi.